Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Xush kelibsizlar. Biz bankimizga kelganlaringizdan juda xursandmiz. Mijoz sifatida. Hozir sizlarga bu tadbirkorlar kredit so'rab murojaat qilishgan deyapti xodimlarimiz. Shundan kimda mana kredit olish uchun talab bor, ehtiyoj bor. Assalomu alaykum. Menga shu polizchilikka, dehqonchilikka pul kerak. Poliz ekinlari ekishingiz uchun. Poliz ekin. Qancha pul kerak sizga? 10 millionmi? 10 million. Urug' uchun. 10 million bo'lsa sizga mikroqarz biznesga ko'mak degan mikroqarzdan tegishli hujjatlarni aytadi, agentgacha rasmiylashtirib beriladi. Manzura o'zingiz nima qaraysiz? Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Yana kimda kreditga talash? Men lotga yeraganman. Uzoq ijaraga bergan? Ha, shundan. Iloji bo'lsa imtiyozli kreditlaringizda bir tushuncha olsam-da, keyin bir 10 million kredit bo'lsa olsam. Siz ham boyagi mana sabzavot hozirlari shuni. To'g'rimi? 10 million yetadi. Yetadi 10 million. 10 million yetadi, ha. 10 million bo'lsa biznesga ko'mak nimadan foydalansangiz yaxshi. 4 yil muddatga beramiz. 4 yil muddatga beramiz. 10 million bo'lsa ekish sotishgacha bo'lgan jarayonga o'zimiz ko'maklashamiz. Nima mahsulot eksangiz, biznes rejangiz bilan tanishtiring. Baxtiyor aka shu bir ko'ta bir mahsulot bo'yicha shuni buyog'idagini o'zingiz nazoratga olasiz. Hozir 25% dan beriladi 4 yil muddatga. Shu mahallaviy ishlash bo'yicha xodimlar ishtirok etyapti. Sizga hozir rasmiylashtirib, obyektgacha natijasini aytamiz. Rahmat yasangiz. Kimga yana kreditga tanlab? Men qishloq xo'jaligi shu poliz ekinlari bo'yicha kredit. Qancha? Shu 15 milliongacha. 15 million. 17 milliongacha bo'lgan biznesga ko'mak sarmoya nimamiz bor, mahsulotimiz bor. Sizga ham shu 4 yil muddatga 25% dan o'shani taklif qilamiz. Hali ma'qul tushsa, biznes rejangiz bilan tanishtirasiz. Baxtiyor aka, bu yerda keyin yozib olasiz. Qolgan bu yerda hammasinikini murojaati bo'yicha o'zingiz nazoratga olasiz. Sizga ham obyektgacha kredit ajratib beriladi. Rahmat. Men yaxshi pul muammosi, mikroqarz olmoqchi edim, banklarimizda imtiyozli kreditlar bor deb eshitdim. Shunga qo'shimcha ish sifatida menga tikuv mashinasi, avtoliklar kerak bo'layapti. Bu hozir menga juda ham zarur bo'lgani uchun pul so'rab keldim. 17 milliongacha pul olmoqchi edim. 17 millionga bo'lsa, shu biznesga ko'mak nimasidan siz davlat ishi nima tashkilotda ishlaysizmi? Ishlayman. Qaysi tashkilotda? Maktabgacha ta'lim. Maktabgacha ta'lim bo'lsa, hisob raqamingiz bizda bo'ladigan imtiyozlari ham bor. Akmal bilan front officedan gaplashasizda, o'shandan qilib berasiz. Shart nimasidan? Plastik, chunki u plastikga tushirib berasiz, kerakli mahsulotni, keyin o'zi plastikdan yechib nima qilaveradi. Rahmat.